Do'stlar, navbatdagi mashinalarimiz Trekker 10X mashinalari. Bunga metan va propan uстановка qilib bermoqdamiz. 10X mashinamizga orqasiga 48 talik zapaskan joyi tabletga joylab berganmiz. Oldi qismiga ketgan jihozlar bilan bir tanishtirib chiqaman sizlarni. Gofas 200 Porsche original miya bo'lgan. Royal Italianskiy injektor, Farsukamiz Nordic original reduktorimiz Fragment andarazvi ishlanglari bilan uстановка qilib bermoqdamiz. Keyingi mashinamiz Trekker 2 mashinamizga full komplektda propan uстановка qilib bermoqdamiz. Bunga ketgan zapchastlari Pasko 20 Porsche original miya, injektorimiz Italianskiy Royal injektor, reduktorimiz Nordic original reduktor, original ishlanglari bilan uстановка qilib bermoqdamiz. Buni orqasiga 47 talik tabletgan joyiga uстановка qilib bermoqdamiz. Zapaskan joyiga blok armatura ham qotirishlariga e'tibor berasizlar. Va 3-mashinamiz esa Trekker 1 mashinamizga orqasiga 330 talik joylab beramiz, xudo xolasa. Hali ishlar davom etmoqda. Oldi qismiga ketadigan jihozlar esa X original reduktor, original Autotech injektorimiz, farsukamiz miya, Gofas 200 Porsche original miya bo'lmoqda. Kimga agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Metamaster uzga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ekranda nomerlar qoldiramiz.